Andijonda haydovchiga tinimsiz jarimalar kelaverganligi sababli u jami 52 ta radar kamerasini jiddiy shikastlab sindirdi. Endi haydovchining bu qilgan ishi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Aniqlanishicha, 1976-yilda tug'ilgan erkak Andijon shahri hududidagi 29 ta chorrahaga o'rnatilgan yo'l harakati qoidalari buzilganligini aniqlaydigan maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnika vositalariga texnik shikast yetkazgan. Ish bo'yicha o'tkazilgan sud tovarshunoslik ekspertizasining xulosasiga ko'ra, haydovchi jami 1 milliard 147 million so'm moddiy zarar yetkazgan. Eng e'tiborlisi, erkak endi bu pullarni to'lay olmayotganini aytib, ijtimoiy tarmoqlarda odamlardan yordam so'rab chiqdi. Mashinam ham jarima maydonida. Qo'linglardan kelgancha, endi o'zingizlar himmatinglar, yordam qilib yuborsanglar, men xursand bo'lasdim. Endi 1 milliard pul shu yoshimga kelmay ushlamaganman. Nahot haydovchi radar moslamalarini sindirayotgan vaqtida takror va takror qoidabuzarliklar sodir etishidan oldin javobgarlikka tortilishi haqida o'ylamagan bo'lsa? Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 173-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi fuqarolar haydovchining bu qilgan ishini e'tirof etdilar. Savol tug'iladi. Siz ham qoidabuzar haydovchi bo'lganingiz uchunmi? Unutmang, yo'ldagi radar kameralar sizni cho'ntagingizni shilish uchun emas, yo'l harakati qoidalariga amal qilishingiz maqsadida o'rnatilgan.